Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir ko'p savollarga sabab bo'lgan mavzu emizikli onalar qanday oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilishlari kerakligi haqida gaplashamiz. Emizikli onani ovqatlanishida alohida parhez qilish kerak emas. Ovqatlanish albatta oziq moddalar miqdori va sifati bo'yicha to'liq va turli bo'lishlari kerak. Aksariyat ayollarda kunlik sut ishlab chiqarish 850-1200 ml-gacha. Shuning uchun onalar kuniga 1 litr qo'shimcha suyuqli ichishlari kerak. Quyidagi omillar bola ichak mikrobiotasini har xilligi va pasayishiga olib keladi. Onalar tomonidan nordon sut mahsulotlari iste'mol qilish kamayishi, semizlik, qandli diabet, tug'ruqlar steril sharoitda o'tkazilishi, antibiotika terapiya, kesar kesish. Natijada normal immun javobi shakllanishi buziladi. Emizikli ona har kuni sut bilan 15 gram oqsil ajratadi. Emizikli ona kun tartibi sog'ligiga musbat ta'sirdan tashqari uzoq muddat laktatsiya uchun kerak. Onada laktatsiyani kamaytiradi, sut ishlab chiqarishini. Charchoq, kam uyqu, oilada notinchlik, zararli odatlar. Ona sutida boqish uchun kurashishni bolani tug'ilishidan oldin va keyin boshlash kerak. Bo'lajak onani psixologik emizishga tayyorgarligi, ota, opoqi buvalar, kattaroq bolalar, atrofdagi yaqinlari tomonidan doimo qo'llab-quvvatlanishi va e'tibori kerak bo'ladi. Emizikli ona tomonidan iste'mol qilinayotgan mahsulotlarni miqdori, sifati va turi ham ona suti tarkibi va sutni ishlab chiqishini qandayligiga, bola sog'ligiga, kayfiyatiga va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu davrda ovqatlanishga alohida e'tibor beriladi. 1 oylik chaqalog'i bor ona 600 gram sut ishlab chiqaradi. 3 oylik bolasi bor 700-750 gram. 6 oylik farzandi bor 750-810 gram sut ishlab chiqarishi kerak. Tug'ruqdan keyin emizikli ona to'liq turli ovqatlanishda bo'lishlari kerak. Lekin quyidagi mahsulotlarni cheklash kerak bo'ladi. Allergen mahsulotlarni, apelsin, limon, mandarin, qulupnay, shokolad, ziravorlar va ta'm beruvchilar, chesnok, piyoz, uksus, xantal, xren, alkogol ichimliklar. Emizikli ona bo'yi, vazni, moddalar almashinuvi va harakat aktivligiga ko'ra quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilishlari kerak. 110-120 gram sutkasiga oqsillar, 80-110 gram sutkasiga yog'lar, 325-450 gram uglevodlar. Sutkalik ratsionning umumiy energetik qiymati 2,5-3200 kilokaloriya bo'lishi kerak. Emizikli onaning kunlik ratsioni: go'sht yoki baliq 200 gram, sut va qatiq 1 litrgacha, tvorog 100-200 gram, tuxum bitta, o'simlik yog'i 30 gram, sari yog' 20 gram, non 200 gram, makaron va krupalar 50-60 gram, kartoshka va boshqa sabzavotlar 500 gram, mevalar 200-500 gramgacha. Emizikli onalarning vitaminlarga ehtiyoji 25-40% yuqori bo'ladi. Chunki sut bilan bola organizmini vitaminlar bilan ta'minlaydi. Homiladorlik va emizikli davrda vitaminlar qabul qilmagan ayollar farzandiga yetarli vitaminlarni yetkazib bera olmaydilar. Sut miqdori va uning ichidagi vitaminlar bolaning ehtiyojini yarmini qoplaydilar xolos. Sutda vitaminlar yetishmovchiligi erta yoshdagi bolalarda quyidagi ovqat bilan bog'liq holatlarni keltirib chiqaradi. Gipotrofiya, gipovitaminozlar, anemiya, asab psixik buzilishlari. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerak. Gipovitaminoz onani ham organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'p charchash va asabiylik, teri, soch holati yomonlashadi. Kamqonlik rivojlanadi. Tug'ruqdan keyin organizm tiklanishi sekinlashadi. Emizikli onalarning vitaminlarga ehtiyoji balandligi sababli polivitamin komplekslar qo'llaniladi. Polivitamin preparatlari tarkibida vitaminlar peridozirovkasi haqidagi qo'rquvlar asossiz. Chunki B va C guruh vitaminlar suvda eruvchilar inson organizmida to'planmaydi. Ortiqchasi esa siydik bilan yo'qotiladi. A va D vitamini peridozirovkasini faqat uzoq muddat normada ancha yuqori miqdorda qo'llanilganda kuzatilishi mumkin. Homiladorlik va emizikli davrlarda ovqatlarni assortimenti bir xil. Emizikli ona sutkada 1 litrga ko'proq suyuqlik iste'mol qilishi kerak. Bundan 0,5 litri sut yoki qatiq. Birinchi va oxirgi emizishdan oldin 1 stakan sut yoki qatiq ichish tavsiya qilinadi. Sut ishlab chiqishini kuchaytiradigan mahsulotlar: qora smorodina soki, asal, ukrop bargi va urug'lari, qora sedana, 1 osh qoshiq sedana 0,5 litr qaymoqga, qichitki, o't
barglari damlamasi, laktatsiyani kuchaytiruvchi soklar va damlamalar, sabzi sharbati 1 stakandan 2-3 mahal kuniga, qirg'ichdan o'tgan sabzi sutga qo'shib, stakanga 3 tur osh qoshiq qirg'ichdan o'tgan sabzi solinadi, ustiga sut quyiladi. 1 stakandan 2-3 mahal kuniga. Sedanalik ichimlik 15 gram qora sedanaga 1 litr qaynagan suv qo'yiladi. 5 minut past olovda qaynatiladi. Suzib, bitta limon soki yoki 2 gram limon kislotasi, 50 gram shakar, 2 stakandan 2-3 mahal kuniga. Ukrop urug'i damlamasi. 1 osh qoshiq ukrop urug'iga 1 stakan qaynagan suv quyib 2 soatga damlab qo'yiladi. Yarim stakandan 2 mahal bir kunda iste'mol qilinadi. Anis damlamasi. 2 choy qoshiq anis urug'lari 1 stakan qaynagan suvga 1 soatga damlab qo'yish kerak. 2 osh qoshiqdan 3-4 mahal ovqatdan 30-40 minut oldin. Anis, arpa bodiyon va oregano ichimligi. 10 gram tuyulgan anis urug'lari, 10 gram arpa bodiyon urug'lari va 10 gram oregano o'ti tayyor bo'lgan aralashmani 1 choy qoshig'ini 1 stakan qaynagan suvga qo'shiladi. 2 soat damlanadi va tindiriladi. 2 stakandan 2-3 mahal kuniga. Yong'oq damlamasi. 2 stakan tozalangan yong'oq, 0,5 litr qaynagan sut termosga quyiladi va 3-4 soat damlash kerak bo'ladi. To'rda 3 stakan damlama emizishdan 20 minut oldin. Tez-tez emizish ham sut ishlab chiqishini stimullaydi. Emizikli onalar ovqatlanishi va chaqaloqlar allergiyasi haqida gaplashamiz. Ota yoki onada allergiyasi bo'lsa, emizishni birinchi kunidan ona ratsionidan allergiya beruvchi mahsulotlarni olib tashlash kerak. Bularga sitruslar, limon, apelsin, mandarin, greypfrut, qulupnay, malina, oblipixa, oqsilli mahsulotlar, mol go'shti, sut mahsulotlari, baliq va parranda go'shtlari, tuxum, soya va do'kkaklilar. Yuqoridagi mahsulotlar onani organizmini individual o'ziga xosligiga bog'liq. Shuning uchun ona ratsioniga asta-sekin kiritib boriladi. Agarda chaqaloqga kiritilgan ovqatga nisbatan allergiya belgilari kuzatilsa, yuz terisi qizarishi, tizza va tirsak terisi quruqlashishi, gaz ko'payishi, unda bu mahsulotni bir oyga ratsiondan olib tashlanadi. Keyin yana qayta berib ko'riladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini o'zidan tashqari bolada allergiyani oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan kimyoviy qo'shimchalar ham berishi mumkin. Bularga konservantlar, rang beruvchilar, ta'm beruvchilar va bolalar uchun chiqarilgan bolalar ozuqasi kiradi. Emizikli onalarga cheklanadigan yoki taqiqlanadigan mahsulotlar, konditer mahsulotlari, shakar, shirin gazli ichimliklar, erishi qiyin yog'lar, kofe, achchiq choy, kakao, shokolad, ziravorlar, ko'p qaynagan sho'rvalar. Allergiyasi bo'lsa, aniq allergen mahsulotlar. Chesnok, piyoz, dudlangan, berkitilgan sho'r mahsulotlar, konservalar, tuzli, yog'li va qovurilgan ovqatlar. Siz nima iste'mol qilsangiz, farzandingizga ham sut orqali borishini unutmang. Rahmat.